Assalomu alaykum hammaga. 2 kun oldin keldik. Xudoga shukr. Kurashimiz, ishlarimizni bitirdik. Eshiklar, plintuslar bilan. Birinchi xona sanuzel. Joylari katta edi rayon. E'tibor beryapsizlarmi? Buni korobkaning ustida davordan kesib qo'yib cho'sib berganmiz. Nalichniy boriga. Nalichnilar balandligi 2.15 ekan. 2.14,5 2.15 ga keltirib qo'yib yubordik. Ichki tomoni kafelchi rayonda tepani to'g'ri qoldirgan 2.7 ga. O'shaning uchun o'zini holatida tushdi. Tashqari tomonlari o'sha rayonlar tushmagan boshqa. Tashqari tomoni tushmagan. Xonalar hammasi tushmagan. Hammasini bitta urovenda qilib qo'yib yubordik. Kalonlarni ham oldini qo'yib deyishdi. Tarhal ekanini qo'yib yubordik. Bitta xonamiz. Bu tomonda devorda polni mebel bo'lar ekan, o'shani plintus qilinmadi. Qiyshiqlar bilan osmos qiyshiqlar bor, shuni zamasiya qilib polni qilib berganmiz. Zarur yo'q. Devorda ham ozgina vannasi bor ekan, uni ham yopib yuborganmiz. Zamoklarimiz mexanizm magnit bo'lgan. Hech qanaqa luft yo'q. Hech qanaqa luft yo'q. Eshiklar juda og'ir ekan. Nihoyatda og'ir eshik. Bunisi oshxona. Endi svet qo'yilmagan, hali endi qo'yiladi. Plintuslar bo'ldi. Hamma eshik davorli bo'ldi. Eshiklar krashinli eshik. Mana shu rayonni 208 ga balandligini qoldirib ketsa, mana shunday narsa qilinmaydi. Hozir uyda egasi alohida material sotib oldi. Biz buni ko'tarib qo'yib berganimizga yana biz xizmatga pul oldik. Rasxodda bu. Ortiqcha. Shu narsalarga ozgina mehr berib ketilsa, e'tibor berib remontni boshlashdan oldin shu eshiklarning joyini o'lchab, o'sha standart eshikmi, standart eshikka rasmini to'g'rilab ketilsa, yaxshi bo'ladi. Bu eshik ham o'sha to'siq vazifani bajaradi. Tashqaridagi odam ichkarini ko'rmaydi, ichkari tashqarini ko'rmaydi. Bu devorga o'xshagan yana bir nimasi, bu ham dekorativniy bo'lib ketadi eshik. Ham chiroyliligi bor, ikkita vazifani bajaradi. Ham chiroyli, ham nima? To'siqni vazifasini bajaradi. Mana shu ishlar. Hozir 2 kun deganda tugatdik. 7-etaj lift ishlamaydi. Odamlar hali ko'chib kelgan yo'q ekan. Novostroyga. Sekin narsalar pastga toshiymiz endi. Birinchi kuni kelganimizda obeddan keyin keldik. Narsalar toshib chiqarib oldik. Charchadik. Kecha ertalab boshlaganmiz. Xudoga shukr, bugun tugatdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh kuch-quvvat bersin hammalarga. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha keyingi videoda, Xudo xohlasa. Keyingi obyektda.